Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun arab tilida kaf harfini o'rganamiz. Kaf harfi 4 ta ko'rinishga ega. Alohida shakli so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Mahraji o'zimizni k ga o'xshaydi, lekin faqat sal yo'g'onroq talaffuz qilishimiz kerak. K mana ak bo'lib o'zbek tilida sal oldinroqdan chiqsa, arab tilida mahraji mana tilning tubi bilan yuqoriroq tangla deyapti. Tilning o'rtasiga yaqin va halqumdan uzoq bo'lib jarangsizdir deyapti. O'zbek tilida k kabi talaffuz etiladi. Endi k kabi talaffuz etiladi deyapti, lekin sal yuqoriroq talaffuz qilishimiz kerak. Ak. Xuddi shunaqa. Xo'p, mashqlarni o'qiymiz. Kitabun mana k i t a bun. Kitabun. Katakitun. Kelbun. Kitabun. Kutubun. Kelbun. Katakitun. Laka. Katibun. Xo'p, ikkitadan o'qib berdim. Yaxshiroq takror qilishlari uchun. Xo'p, bu yerda mashqlarni ham o'qiymiz. Xo'p, ma'no chiqaramiz inshaalloh. Ana katibun. Ana men degan edi. Katibun yozuvchiga mana men yozuvchiman. Li kitabun. Li menda bor degan edi. Menda kitob bor. Anta katibun. Anta sen. Katib yozuvchi. Sen yozuvchisan. Laka kitabun. Laka senda bor. Kitabun kitob. Senda kitob bor. Lana kutubun. Bizda kitoblar bor. Lana bizda bor degan edi. Ayna kelbun. Kelbun it degan ekan. Ayna qayerda degan edi. Ayna kelbun it qayerda deb tarjima qilamiz.